Tezkor xabar. Xautam nima bo'lyapti? Qo'qonlik tabibning da'volari rad etildi. Assalomu alaykum azizlar, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Avvalroq Farg'ona viloyati xalq tabobati bilan shug'ullangan Iqbol Soliyev viloyat sudining qarori bilan uning sutkaga qamalgan edi. 30-dekabr kuni u o'zining Instagram sahifasi orqali ozodlikka chiqqani ma'lum qilgani va ijtimoiy tarmoqlarda tabobat sohasida faoliyat olib borish uchun rasmiy ruxsat yo'qligi haqida xabarlarni qat'iyan rad etgandi. Bunga ilova sifatida sahifasiga joylagan videoda bir qancha sertifikat va diplomlarni ko'rsatgan. Uning da'volariga nisbatan Farg'ona viloyati sudyalari va munosabatini bildirdi. Ma'lum qilinishicha, Soliyev ijtimoiy tarmoqlarda xalq tabobati bilan shug'ullanish uchun O'zbekiston Respublikasi Xalq tabobati assotsiatsiyasidan guvohnoma olganini ta'kidlagani bo'lsa-da, qonunchilikka ko'ra mazkur guvohnoma xalq tabobati usullarini qo'llash orqali tibbiy xizmat ko'rsatish huquqini bermaydi. Ma'lum qilinishicha, 1996-yil 29-avgustdagi Fuqarolar sog'liqni saqlash to'g'risidagi qonunining 41-moddasida tibbiy ma'lumotga ega bo'lgan shaxslar ham Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi xalq tabobati usullaridan foydalangan holda tibbiy xizmat ko'rsatish faoliyatini litsenziyalash bo'yicha maxsus komissiyasining xulosasi asosida xalq tabobati usullaridan foydalangan holda tibbiy faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'lishi belgilangan. Sizga kelmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.